Mana biz o'z qadriga yetganlar obed bo'lmasdan turib hozir mana oq non, qora non qilib o'tiribmiz. Bu juda вообще mazza ekan. Faqat sariq yog' o'zida bo'lar ekan. Qiziq. Buni nomi nima? Buni nomi opa? Amerika stilida tayyorlangan pechenye. Ha, Amerika stilida. Buchi. O'zimizni shakarsiz bo'lchi. Ichida nimasi bor buni? Bo'lchkani o'zi. Mana u qatlama, ha? O'zimizning milliy qatlama. Bunga nima qo'shiladi? Qaymoq. Yo'q pishib qoldi. Mana bu yerda nonlar. Qaymoqli 10 so'm. Bu qaymoqli non. Solsa bormi? Bu sutli bor. Bu sutli. Bu nech puldan? Jup 15 ming. Bu jupi 15 ming. Bu Qanqushga bo'lgan sutli qora non. Xudo. 15 ming. U bo'lchkachi. Bo'lishga 3 ming. O ano Amerika stilida qilingan. Istedingiz aka? 10 ta. Tonerlari ham mana 5 ta tonerlar bor ekan. Mana bu yerda mana mador somsa deydimi buni? Soqoq, ha? Oshqovoqli somsalar ham bor ekan bu yerda. Manzilni aytsangiz endi oshqovoqli somsa mana soqoq somsa pishyapti. Mana unchidami ovqat? U nima ovqat? Ochib ko'rsa bo'ladimi? Buning ichida ovqat ham bor ekan. Buni ko'mib qo'yilganmi bunga? Ovqat ko'mib qo'yilganmi? U quyuq ovqatmi? Manzil shu Yangiqo'rg'on tumanini chiqib ketayotganingizda suv omboriga yetmay o'ng tomonda ekan. Juda zo'r. Biz kelib yedik, juda bir mazali.